Zamonaviy bog'dorchilik va landshaft dizaynida g'ayritabiiy o'simliklardan foydalanish dizaynni betakror bo'lishini ta'minlaydi. Lekin bu bilan bog'imiz turli xil muammolardan xoli bo'ldi degani emas. Ushbu videomiz biroz kritik va toksik bo'lishi mumkin. Shu sababli yuragi bo'sh bog' egalari va gul sotuvchilari ko'rmasligini tavsiya qilaman. Siz suratni ko'rib turgan ushbu o'simlik so'nggi paytlarda juda ham ko'plab bog' markazlarining kontentlarini bezab kelmoqda va bu o'simlikni xarid qilishni juda ham ko'plab bog' markazlari tavsiya qilmoqda. Ushbu o'simlik Kalistemon. Kalistemon o'simligi O'zbekiston iqlimida parvarishlashga mosmi yoki mos emasmi? Albatta bu savolga ko'pchilik bermaydi, shunchaki ular juda ham ko'rkam gullarini ko'rishadi va dom yashil degan ma'lumotni eshitishadi-yu, O'zbekiston bog'ligiga ekishga shoshilishadi. Kalistemon o'simliklari Avstraliya mamlakatida yetishtirilganligi tufayli ular to'g'ridan-to'g'ri quyoshlarni yaxshi ko'rishi mumkin, lekin bizning sovug'imizga chiday olmaydi. Sababi 0 gradusda havo tushganda kalistemon o'simliklarini sovuq uradi. Shu sababli siz o'zingiz bog'ingizga kalistemonni ekish reja qilayotgan bo'lsangiz, avvalambor o'zingizda qishki bog' mavjudligiga e'tibor bering yokida qishdan yozin ularni doimiy parvarishlash imkoniyati mavjudligiga e'tibor bering. Yo'q, men bog'dorchilikni endi o'rganyapman yokida parvarishlashga vaqtim yo'q deydigan bo'lsangiz, undan ko'ra bu o'simlikni ekmaganingiz maqsadga muvofiq. Xo'sh, ushbu o'simlikni o'rniga qaysi o'simlikni ekish yaxshi samara beradi? Ushbu o'simlik yapon spireyasi. Yapon spireyalari allaqachon o'zbekistonlik bo'lib ketgan desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababi yapon spireyalari O'zbekistonda 1990-yildan beri yetishtiriladi. Ushbu o'simlik bizning quruq issig'imizga va quruq sovug'imizga juda ham yaxshi chidab beradi, hattoki -25 darajagacha ham chidab berishi mumkin. Qolaversa bilan chilla paytida gullashi va barglarini juda ham chiroyli bo'lib turishi, zich bo'lib o'sishi bilan siz bu o'simliklarni bemalol bog'ingiz landshaftini bezatishga ishlatishingiz mumkin. Shu bilan bir qatorda Zahrda Flowers mana shunaqangi ildizi mustahkam, juda ham yaxshi qoplangan ko'chatlarini $19 dan boshlab xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Kalistemon gullari o'rtacha O'zbekiston bozorida $80-90 tashkil qilayotgan bir paytda $19 ga yapon spireyalarini xarid qilish menimcha og'irlik qilmasa kerak. Shu bilan bir qatorda siz agar bu o'simliklarni ko'proq oladigan bo'lsangiz, biz sizga maxsus chegirmalarni taqdim etamiz. Zahrda Flowers bitomligining manzillarini yozib qoldiraman, telefon raqamlarimizga bog'lanib, bemalol bitomligiga kelib, xaridni amalga oshirishingiz mumkin. Zahrda Flowers bitomligi har faslda bog'ingizni bahor gullari bilan bezaydi.